Bugungi taomnomada shunaqa antiqa shohona taom, hamma joyga ketaveradigan, juda ham mazali, hammaga tayyorlab bersanglar birdek yoqadigan, yosh bolalar ham, kattalar ham juda ham maza qilib yeydigan taom bo'ldi. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq retsept bilan bo'lishib boraman. Bu hammasi tushunarli bo'lib o'tgan. Menimcha sizlarga tushuntirishim hojat yo'q. Undan ko'ra videoni maza qilib tomosha qilinglar. Guruchlar ezilib ketmasligi uchun oldin ozgina yog'da shuni qo'rib olib, keyin suv qo'yib yaxshilab pishirishga jo'natamiz. Kartoshkalarni ham pyure holiga keltirish uchun shunaqa bo'laklarga bo'lib olib, kartoshkaga suv qo'yib, yana gazga jo'natamiz. Piyozni mayda-mayda qilib olib, xuddi chopperda maydalagandek mayda qilib olib, tayyor qiymaga ziravorlar solib, shunaqa piyoz bilan yaxshilab aralashtirib olib, kotletchalar ko'rinishiga keltirasizlar ko'rsatilgandek qilib. Kotletchalar tayyor bo'lgandan keyin shunaqa pishgan kartoshkalarni shunaqa pyure holiga keltirib, yaxshilab ezib olamiz. Keyin bu taomni ustiga qayla tayyorlab olish uchun piyozni shunaqa mayda-mayda shaklda to'g'rab olganimizdan keyin yaxshilab qovurib olib, ustiga ozgina sous qo'yib pishirib olamiz. Keyin qo'yiqqina zo'r qayla bo'lish uchun ozgina un solib, tuz pripravalar solib, suv qo'yib, yana kotletchalarni bo'ktirib qo'yamiz.
qaylamiz kotletchalar bilan yarim soatda xuddi shunaqa mazali bo'lib pishadi. Qarab turibsizlarki, ovqatimiz ham tayyor. Yoqqan bo'lsa, ko'rinishiga, hamma joyga e'tibor bergan holda kommentariyada fikringlarni qoldiringlar. Keyingi videolarda qanaqa retseptlar xohlaysizlar? Izohlarda fikringlarni kutib qolaman. Yoqqan bo'lsa bitta layk va podpiskani ayamanglar.